gelik mashinasida yurib, orqasiga baxt pulda bas, oddiylikda deb yozib olyapti odamlar. Yo'inki boy badavlat bo'lib ketgandan keyin, cho'ntagida puli ko'payib ketgandan keyin, zo'r mashinalarni minib, uyini qasr qilib qurib bergandan keyin sabr to'g'risida, kambag'allik fazilati haqida hamma ham gapiraveradi, hamma ham dars o'taveradi. Chunki uni qalbi xotirjam, puli bor, qarzi yo'q, muammosi yo'q. Xotirjamchilikdan, sabrdan, bu qora kunlarga sabr qilishlikni hamma boy badavlat odam ham gapiraveradi. Haqiqiy mardlik nima desa, o'sha sabrdi. O'sha qanoatli bo'lishdi. Boriga shukr qilib, yo'g'iga sabr qilishlikni kambag'al odam, o'sha boshiga musibat tushib turgan, o'sha cho'ntagida puli yo'q odamlar, o'shanaqangi qimmatbaho mashinasi yo'q odamlar aytsagina maqsadga muvofiq bo'ladi. Ana o'shanda haqiqiy qolipga urgan bo'ladi. Chunki qorni to'q odam, qorni och odamga bemalol aql o'rgatadi, sabr qilgan. Bir kunmas bir kun sen ham taom yeysan, qorning to'yadi. Lekin o'sha qorni och odam o'sha kuniga sabr qilsa va qolganlarga o'rgatsa, ana shu haqiqiy motivatsiya bo'ladi.